hozirgi kunda nima kompressor olsamikin deb o'ylanib yurgan akalarimizga yaxshi maslahat. Pashna o'y olaymi, vinta o'y olaymi deb o'ylanib yurgan akalarimiz uchun. Masalan, shu kompressor, bu masalan deyapman. O'rtacha shuni urvinidagi, shuni havosini beradigan, shuni atmosferani beradigan Porsche'li kompressor $1000 deb olsak yoki 1100. Endi u ham anaqa har xil, bozorda har xil. Xuddi shuni urvinni beradigan vintovoyimiz 1,5 plus minusda. Unda ham 300 litr receiver bo'ladi, bunda ham 300 litr receiver bo'ladi. Endi 1,5 mingga men nimani yutib olaman? Ya'ni $500 qimmatiga bundan nima ustunligi bor deydigan akalarimizga. Bu vintovoy kompressor, bu portion sistema emas, vintli sistema. Vintli sistemada ikkita vint aylanib havo beradi, tushunmaganlar uchun. Bunda moy sirkulyatsiya bo'lib turadi, moyni sovutadigan axlajdeniyasi bor. Bu degani uzluksiz ishlab tura oladi. Yana bitta plus tarafi, hamma aqlli miya o'rnatilgan. Hozir Porsche'li kompressorlarda moyni vaqtida qaramasangiz, moy haydab yuboradi yoki qizib ketadi. Filtrlarni vaqtida almashtirmasangiz, gilzalari, Porsche'lari ketib qolish ehtimoli bor. Bu kompressorlarda sizni обязательно ogohlantiradi. Moyni vaqtiga yetib keldi. Filtrlarni vaqti yetib keldi. Porsche'li kompressorlarda masalan tokingiz past bo'lsa yoki bitta fazingiz yo'q bo'lsa, zashita qo'ymagan bo'lsangiz, kuyib ketadi. Bu kompressorlarda esa zashitasi bor o'zida. Tokingiz past bo'lsa, tokin past, kuyish ehtimoli bor deb o'chirib qo'yadi. Fazingiz yo'q bo'lsa, bitta fazing yo'q, kuyish ehtimoli bor, motorining kuyish ehtimoli bor deb o'chirib qo'yadi. Endi o'ylab ko'ringlar, sizga qaysi biri yaxshi? $500 qimmatiga olib turib, to'xtamasdan ishlaydigan kompressor yaxshimi? Yoki $500 arzoniga olib turib, dam oltirib ishlatadigan kompressor yaxshimi? O'ylab ko'ringlar. Bizda hozircha yana yangi bitta modelimiz bor, DLG degan modelimiz. U model ikkalasining o'rtasida turadi. U ham vintli kompressor. Bu prosta professional deb olsak, vintini Xitoyning eng yaxshi firmalaridan biri Baosi. Unda Baosi emas. Ko'rishlar mumkin. Lekin unda ham bunda bor funksiyalar hamma narsasi bor. Unda biroz arzonroq vintovoy blok qo'yilgan. O'shana hisobiga narxi arzon chiqadi. Unda yana bitta plus tarafi receiver tagida bo'ladi. O'zi bizning obzorlarimizni ko'rsanglar, ko'rasizlar, u modellarimizni, videolarini chiqarganmiz. O'ylab ko'rishinglar mumkin mana.